Sizlar meni shunday duo qilinglarki, men erga tegganimdan keyin ham ana shunday sizlar bilan bemalol chaqchaq qilib videolar olib, sizlarni xursand qilib o'tiray. Bilasizlar nima bo'ldi? Nima uchun men buni aytyapman? Agar men Instagramni tushunmaydigan, yo'q, yig'ishtirasan deydigan odamga to'yib olaman-ku, sizlar zerikasizlar, точно zerikasizlar. Hozir sizlar borku, meni aktrisalik qobiliyatimga baho berasizlar. Qani menga aktrisalik bormi, yo'qmi? Nima bo'ldi denglar. Makkaga edim. Men Buxoroda kelishimga 2 kun qolganiga vay zakaz qildim. Advent kalendar zakaz qildim. Shirinlik bunaqa kinderlikda zakaz qildim. Kinderlik advent kalendar zakaz qildim. Keyin magazindan anaqa kichkinasini oldim. Bonus bo'ladi bu sizlarga. Bundan tashqari videoni oxirigacha ko'rsalaringizlar, sizlarga ana bunaqa 2 ta advent kalendar taxlab qo'yganman. Qanday yutib olishni esa oxiriga bilasizlar. Bular 40 talik, 40 ta o'chasi bor. Bu buniki. Ish qilib ana buni bugun bordim, oldimda tapar uyga keldim, sizlarga ochaman deb fonlarni taxladim, chiroyli qildim, gullarni qo'ydim, pechkani yoqib, uylarni issiq qilib, yangi yilga ana bu kinder masalan yangi yil men uchun kinder bu yangi yilning narsasida. O'shanga mos qilib, lukra ish qilib taxlab, bir balo qilib, ish qilib shunday kamerani yoqmasdan polni advent kalendarni ochibman-da, ishonmaysizlar. Gapirib yotibman, bu yerdan bu yoqqa ochib yotibman. Kamera ketgan-ku, ishlab voy kallasi, umuman ishlamaydi bu kalla, bilasizlarmi? Bugun anaqa narsa oldi. Zürnersekon. Keyin bilasizlarmi, anaqa sizlarga sovg'a qilmoqchiman, lekin Instagramga buni qilmoqchiman. Bu korоче anaqa konserva, ana konserva 45 ming so'm. Naski bo'ladi ichiga, lekin qanaqa naski chiqishini sizlar bilmaysizlar. Ochgandan keyin qanaqa naskiligi ko'rinadi. Dizaynli, har xil prikolli naskicha. Men prosta bitta prov uchun olib ko'rdim. Buni lekin Instagramga o'ynamoqchiman. YouTube'dan Instagramga borib topishlaringiz mumkin bo'ladi. Shunaqa shart beraman. Zo'rku, ana surpriz podarka короче bu. Shunaqa. Bularni esa shartni videoni oxiriga aytaman. Короче, ish qilib yangi narsalar ko'plar olganman. Oxiriga bonus qilib ana bu advent kalendarni ochamiz. Bu 6 ta o'chalik, 6 tagina o'chasi bor, lekin zato naski chiqishi mumkin, zakolka chiqishi mumkin, brylok chiqishi mumkin, o'ynaga shonada chiqishi mumkin, qanaqadir sochga parik chiqishi ham mumkin ekan. Qiziqmi? Endi hozir men bularning ichiga nima bor hammasini yaxshi bilaman, lekin sizlarga rol o'ynab wow deyishim kerak. Sizlar esa menga baho berishlaringiz kerak, bilasizlarmi? Hozir to'xtang, 1 minut. Короче, ketdik. Men bu yoqqa даже kinderlarni kattasi chiqdi. Uni ochib, ichini ko'rsatib, ibi shunday kamerani qarasam yo'qilmagan kallam qursin. Meni lekin bu advent kalendar dahshat xafa qildi. Mana sizlarga oldindan ko'rsatyapman. Ana har xil uychalar, ichiga podarkachalar o'z chiqib qoladi. Ana bu bilasizlarmi nima? Bachalar, kichkina bachaliklarga zo'r podarka bo'ladi. Chunki har yili shokolad podarka taxlaysizlar-ku, ana buni agar 1-dekabrga bersalaringizlar, agar har bittasini ochib, har kuni bittadan shokolad yeyishga o'rgatasizlar. Bu degani kamroq shokolad yeydigan bo'ladi va kunni kutadi shunday, wow, tez shunday qiziq bo'ladi bachaga. Dekabr oyi qiziq o'tadi. Masalan, men ona bo'lardim, advent kalendar shunaqa olib berardim. Endi men ona emasman, o'sha uchun sizlarga savet, maslahat beryapman, qarchi. Ana shunaqa ish qilib yangi yilga ham zo'r sovg'a beradi va sizlar bilan hozir birinchi bet deyiladi, birinchi yecheyka короче ochamiz, lekin bitta narsasi yo'qmadi menga. Hamma raqamlari ham yo'q. Masalan, 4 bor, 5 yo'q, 7 bor, 8 yo'q. Ana shunaqa bo'ladi nimaga? Lekin bu yerda 31 ta o'cha yozilganda, lekin 20 nechtadir o'cha chiqdi menga. Shunday asablarim buzilib ketdi. Shunday yangi yilni, masalan, 5-kuniga ochadi bachalaringiz, 5-kuni yo'q. Tamom, xafa. 2 kun xursand bo'ladi, 8-kuni yo'q. Tamom, xafa. Ana shunaqa. Men dabdalasini chiqarardim bu odamni keyin. Nimaga? Qani 5-kun deb. Ish qilib. Birinchi uy qiyra edi, yana yo'qotdim men masalan. Ha, ana birinchi uy. Sizlarga ko'rinibdimi? Ana bunday qilaman. Ana shunaqa qilaman. Eng qizig'i men bilaman nima borligini-da. To'xtanglar. Короче, qaranglar. Birinchi uyga bizaga ana bunaqa elfcha chiqadi, elfcha shokolad kinder. Wow!
Короче, men buni bilaman-ku, o'sha uchun yolg'ondan vau deyman. Qarang, bachalar, keyin ikkinchi kuni bizga nimada soch yopishgan beradi. Sochim yomon kamayganda ishonmaysizlar. Haki uni aytib beraman. Birinchi kun o'tgandan keyin ikkinchi kun ana 2 yo'q, ana 2 qani 2 ha ana 2 ekan. Уже esimdan chiqibdi. Qani sizlar birinchi ko'ringda men уже farqni ko'rganku. Ha, bu o'zimizni oddiy Kinder shokolad, lekin shokolad bamaza ham maza qilaman men shuni. Endi 3-chisini qidiramiz. 3-chisi ana bu yoqqa ekan. Alenchani kallasi. Shundan yangi yil уже sezibsizlarmi nimachalarini? Ana bu kichkinacha Kindercha. Eng qizig'i borku, bilasizlar nimani zaryad qildim, oldim. Faqat televizorga yangi yilning kinosi, yangi yilning multiklarini ko'rardim. Hozir televizorni o'zini ko'rmayman. Ibi deb qoldim. Qachon boshladim televizor ko'rmaslikni deb qo'yibman-da. Xayolimga endi shunday. 4-nomerga esa yana bizga o'shanaqa Kinder. 5-nomer yo'q. Nimaga yo'q? Nimaga? 6-nomerni ochamiz endi. 6-nomerga bizga chiqadi. Mana bunaqa Kindercha, shokoladcha. 7-nomer esa shuni tepasiga, уже bilibsizlarmi nimaligini, ana razmerchasidan. Ibi yo'q, bu katta razmer-ku, buni qaranglar. Ana bunday ekan razmer. Hozir ochamiz. Bu katta Kinder, buni qaranglar. Katta Kinder ana. Men buni ochganman, lekin akkurat yopib qo'yganman, buni qaranglar bachalar. Aytaman-ku, bunaqa kontent har kimga ham ko'rmaysizlar. Sizlar meni xafa qilmanglar, meni xafa qilmanglar. Ochamiz va Shrekni jo'rachasini qaytib tiqib qo'yamiz. Chunki men buni уже taxlab bo'lgandim-da. Shrekni jo'rachasini kim eslaydi? Pechenye bo'ladi-ku. Nima ko'rinmaydi, to'g'ri? Ana pechenye, короче. Bunday qilardilar oldin. Qo'limga donachaday xuddi. Shrekni jo'rasi pechenye bo'ladi-ku, ish qilib o'sha snowboardga uchibdi. Qaysi nomerni ochdim? 7ni ochman. Endi 8. 8 yo'q. 8 yo'q. Nimaga 8 yo'q? Men tushunmayman-da, ana shunga endi qidirish kerak. Ana 9ni ochamiz va 9ga bizga yana kichkinacha Kindercha chiqaygan. Endi esa 10-nomerni ochamiz. Ana 10-nomer. Mana bu yoqqa 10-nomer. Yana o'shanaqa shokoladchami? Yana o'shanaqa shokoladcha ekan. 11 o'shani plastik ekan, buni qaranglar. Yana shunaqa, короче, o'zi aytaman. Men bunaqa. Hay, malades. 13ni endi qidiramiz. 16 topdim, 14ni topdim. 13 yo'q. Bor ekan, ana. Yomon bir besabr bachchamanda. Ana 13. 13ga ham shunaqa chiqdi. 14ni o'zi qayerda ko'rgandim bachalar. Ana ekan. 14ga ham yana o'shanaqa narsachani. Bunaqa shokoladchasi. 15 yo'q. Endi 15 yo'q. Endi 15 yo'q. Yo'q 15. Yo'q 15. Yo'q 15. 15 yo'q bachalar. O'sha uchun 16ni ochamiz. Aytaman-ku, ko'p nimachalar chiqmadi, buni qaranglar. 16ga yana kichkinacha chiqdi. Shundan asablarim buzilib ketibdi. Nimaga? Masalan, pulni bergandan keyin pulni taxlab berish kerak-ku, to'g'rimi? Endi 17ni ochamiz. Ana 17. 17ga ham o'shanaqa shokoladcha chiqdi. Davay bachalar, bunday qilamiz. Qarab o'tirmaymiz-da, asabimizni buzmaymiz-da, bir boshdan hammasini ochib chiqamiz. Chunki hozir ko'p sonlar yo'q. Shunday meni ham asabim yana ikkinchi marta buziladi. Keyin sizlar ham zerikasizlar. O'sha uchun bitta ochib tashlaymiz-da. Keyin ana prekrasniy nasochkalarni ochamiz. Ana bunaqa chiqdi. Keyin 25 ekan bu. Bunaqa chiqdi. Bunaqa chiqdi. Короче, men zerikdim bu advent kalendardan to'g'risi. Agar meni bacham bo'lardi, u ham zerikardi, точно. Chunki agar men bachalik bo'lib qolsam borku, shunaqa giperaktivni bo'ladi meni bacham. Hozirdan o'zim уже tug'ilmagan, bo'lmagan bacham uchun qo'rqaman borku, chunki o'zimni shunchalik aktivligimni bilib ko'rib turib, meni bacham qanaqa bo'lsa deyman. Короче, sizlar bilan chakak urib, nimaligini ham aytmadim. Katta Kinder chiqadi 31-dekabrga kelib. Ana bunaqa sizlarga ko'rsatman, ko'rinibmi yo'qmi bilmayman, lekin nimagadir voydod. Ana bunaqa elfcha chiqadi. Bir tarafini ochib bo'ldik.
Endi ikkinchi tarafini ochamiz. Ikkinchi tarafiga yana kichkinacha chiqdi. Kindercha tak bu yog'ini ochib bo'lgandan keyin yana shunaqa chiqdi bu safar. Nimaga bunaqa har xil qo'ysin? Shu pulim ko'p bo'lsa burkubachilar yana bunaqa chiqdi. Shunday zur advent kalendarchalar qilib tashlayman. Burku pram dahshatlardan yana shunaqa chiqdi. Chunki advent kalendar har yili bir marta chiqadigan narsa. U har kuni chiqmaydi. Noyabr, dekabrga chiqadigan narsa. Tamom, asliga dekabrniki, lekin noyabr uchidan masalan 7 kunlik, 14 kunlik shunaqa noyabr uchidan masalan chiqaradilar-da. Ana shunday bir yilga bir marta bo'ladigan narsa u. Shunday zur qilib chiqaringlar. Ana bunaqa shokoladni quyunchaligi chiqdi. Tamom. Yangilik boshqa yo'q. O'sha uchun masalan kutadi odamlarda. Tamom, bachalar boshqa yo'q. Olib bitirmanglar. Yo'qladi menga. Tamom, qo'madi ana. Ko'palab shokoladli haymayli. Shunisiga ham narxi 199 ming, 198 ming shunaqa edi. Uzumdan olgandim. Advent kalendar deb yozdim, chiqdi. Endi bularni hammasi tugagandan keyin, bachalarni xursand qilgandan keyin o'zimiz uchun ham vaqt ajratamiz-da. Da. Endi o'zimizni xursand qilib. Wow. Mana bachalar agar bo'lsa agar masalan endi 6 ta xonachalik, masalan bir haftaliklar. Birinchi o'yinchamiz pishakcha qilib o'tiribdi. Ochamiz. Yirtilib ochdi. Nima deb o'ylaysizlar? Ichiga nima bor? Sizlar birinchi ko'ringlar, men ko'rmayman. 1, 2, 3 million narsa demak. Nasochki, muncha bu noski kichkinacha, kulim bilan barobar. Yana men so'radim. Ditski emasmi dedim. Yo dedilar. Qarang, kichkina noskicha chiqdi. Bunaqa shmaylikchalik yashil noski chiqdi. Malades, rahmat. Nimagadir bugun meni omadim kelmayapti. Ikkinchi pishakchamiz. Men ko'rmayman, sizlar birinchi ko'ringlar. Bismillahirrohmanirrohim. Voqagachami? Bu qanaqadir, sutcha ekan. Ulama choch. Bunaqa zakolkachalik. Ulama soch chiqdi. Ladno, yaxshi ham 4-5 ta olmabman. Har xil ranglar bor edi. Hammasidan bitta olmoqchi edim. Keyin pulim yetmaydi deb olmadim. Chunki ana shuni o'zida 6 talik bo'lsa ham 120 ming masalan men uchun qimmat. Sizlarni bilaman, lekin men uchun bu qimmat-da. Bitta noski, bitta zakolkacha, bitta kimma. Общий hammasi 120 ming. Bu juda qimmat. Tak, ana bunaqa tiktakchalar chiqdi 2 ta. Bu 3-kunga. Keyin самый милый зайки. Ochamiz, nima ekan? Самый милый zayka nima ekan? Miloyku, yana noski. Detski noskini o'qi. Qaranglar. Men o'ylagandim bu kattalarga ham bo'ladi deb. Bu kichkina qizchalar uchun ekan. Milashka pishicha. To'g'risini aytsam, mana shu rasmchalariga uchib oldim. Pishakchalik rasmchalariga. To'g'risi, pishakchalik narsalarni yaxshi ko'raman. Pishaklarni chunki sevaman bachalar. Hech narsa yo'q-ku. 2 ta ana bu tepaga edi, pastga tushibdi. Ana shunisi yomon-da. Nimagadir bugun omadli kun bo'lmadi. Ana bunaqa brilog. Va anaqa o'ynacha. Konvertchani ichiga anaqa o'ynacha. Tamom. Tugadi. Men xafa bo'ldim. 120 mingga arziydimi, yo'qmi? Bu esa 199 mingga arziydimi, yo'qmi? Kommentariyaga fikrlaringizni yozinglar-da. Keyingi videomiz nima haqida bo'lsin? Nimani
sizlarga raspakovkasi qiziq, qanaqa advent kalendar qiziq, har xil advent kalendar bo'ladi. Toshlarniki bo'ladi, shirinliklar, igrushkalar, labubu, ana aytgancha labubu esdan chiqibdi. Labubuni olish sharti kommentga eng chiroyli gaplaringizni yozinglarda, o'sha komment bitta ham like jamlamasin, hech kim like bosmasin. Shunaqasi ham bo'lishi mumkinmi, bachalar? Eng qiziq qasddan hammaga like bosib chiqamandaman. Mayli, ketdik. Любой bitta chiroyli gapni shunday qilaman-da, shunday tanlayman-da, shunday berib yuboraman. Tamom. Menga hech qaysilaringiz dugona, hech amba xola emas. Sizlar hamma begona, hamma men uchun bir xil. Shunchaki chiroyli gaplaringiz uchun bermoqchiman. Sizlar ham uyda mazza qilib advent kalendar ochishlaringiz uchun. Buni sharti uchun esa Instagramga o'tinglar va ana shunaqa konservalik nasochkalarni Instagramni kuzatib borib yutib olinglar. Hammaga rahmat. Agar yoqgan bo'lsa like, yoqmagan bo'lsa komment.